Odar boshqa kiyim kiyib sharmanda qilyapsan odamni. Voy, nimani o'ylayapsan? Meni filmni o'g'irlagan odam. Yo, boshqa odammi? Вообще o'zbek u. Tinchlik aka? Meni film qani? Qanaqa? O'zing jinnilikka solma filmni sen o'g'irlagansan. Parang qilyapsizmi? Kimsiz siz? O'mbankmi? To'g'rimi? O'mbak. Senga bir kun muhlat, filmni topib qo'y. G'alati odamlar. Shaxmatchimikin filmni oldirib qo'yib jinni olib qo'yganmikin? Xon saroyi fazo loyihasidan xarid qiladigan bo'lsangiz, 22 oy muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Temir yo'l vokzalining yonida. Menga ma'qul. Ey! Meni film qani? Jonga tegdi bu odam. Kechadan beri filga boshqarong'i bo'lganmisiz? Men hujjatlarimni men sochaveryapsiz aka? Asabiylashmang aka, tinchlikmi? Nima? Senga berilgan muhlat tugadi, fil qani? Aka, jon aka, O'zbekistonda 37 mingta aholi bor. Nima menga osilib oldingiz? Boshqa odam toping. Topasan filni. Aka, nima? Biza bakma deb sotingiz nima edi? Men aka filni ko'rganim yo'q. To'g'risini aytayapman, ko'rganim yo'q. Senga yana bir kun muhlat, filni top. Kimda bor edi bu fil? Hech bilgan fil bilmaysizmi? Ya, keldingizmi? 11 bak aka, yaxshimisiz? Topdim aka filingizni. Ko'ningizni behuzur qilavering. Topdim, oxir. Juda qiyin bo'ldi, ammo ko'mni seri ko'kmada filingiz? Topdim aka. Qani? Mana. Shumada aka, topib beraman dedim-ku. O'yinchoq-ku. O'sha o'yinchog'imda filingiz? Sen meni asamga deyapsan? Ertaga yana kelaman, filni topib qo'y. Nimadir o'ylab topmasam tinch qo'ymaydi-ku.